Surxondaryodagi eng qimmat uylar narxi ma'lum bo'ldi. Gap shundaki, Surxondaryodagi uylar ham Toshkentdagi qimmat uylardan qolishmaydi. Sababi sotuvga qo'yilgan uy-joylar orasida narxi 1 milliard so'mdan oshadigan qimmat ko'chmas mulklari ham bor. Birinchi Termiz shahridagi 1 milliard 856 million so'mlik uy. U 360 metr kvadrat maydonga ega keng kottedj, katta maydoni va shahardagi joylashuvi bilan e'tiborni tortadigan ushbu uy Surxondaryodagi qimmat ko'chmas mulklardan biri sifatida sotuvga qo'yilgan. Narxi 1 milliard 856 million 187 ming so'm. Ikkinchisi Denov shahridagi 1 milliard 191 million so'mlik uy. U 226 metr kvadrat maydondagi 6 xonali hovli joy. E'londa uy 5 sotix hovliga ega ekani, shuningdek oshxona, koridor va ichki hammom mavjudligi ko'rsatilgan. Keng hovlisi va bir nechta xonasi bilan katta oila uchun mo'ljallangan uy sifatida ko'rinadi. Narxi 1 milliard 191 million 470 ming so'm. Uchinchisi Termiz tumani 6-brigada 1 milliard 200 million so'mlik uy. U keng hududdagi xonadon, Termiz tumanining 6-brigada hududida joylashgan. Ushbu uy ham milliard so'mlik narx bilan sotuvga chiqarilgan. E'lon bo'yicha narxi 1 milliard 200 million so'm. E'lonlardagi ma'lumotlarga ko'ra, bu uylarning narxi ularning maydoni, joylashuvi va uy-joy turiga qarab farq qiladi. Narxlar real e'lonlardan olingan bo'lib, vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Ushbu xabarni uy-joy savdosiga qiziquvchi tanishlaringizga yuborib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Eng eksklyuziv voqealar va dolzarb yangiliklarni surxondaryoliklar o'z kanalida kuzatib boring.